Ustozimiz yana bitta o'ta qattiq DTP bo'lgan Cobalt mashinasi olib kelyapti. Yehe, Cobaltni yezilib ketgan u. Mashina yurib turibdimi? Albatta. Yezilib ketganini qarang buni. Bu mashin Cobaltmi, Cabrioletmi? Qaysi bor? Bunchalik avariya bo'lgan bu. Bu Cobalt avtomashinamiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, ko'rib turganlaringizdek 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Obunachilarimizga esa beramiz deb chiroyli Cobalt chapkinlik ko'ryapsiz. Holatining chiroyli deb bo'lmaydi buni. Chiroyli mashina bo'lgan, chiroyli qilib beramiz biz. Shu mashinani shu holatida 38 million so'mga oldik. Ofisi dokumenti yetib kelishi Qashqadaryo viloyatidan 42 million so'mga tushib turibdi bizga. Evakuator puli, o'rtakaj, dokument hammasi 42 million so'mga tushib turibdi. Keyingi mavzumiz mana hozir aytib ketamiz. Buni qanchaga tushishi haqida ham bitta chiroyli video qilib berib ketamiz. Shunaqa qattiq urilgan DTP bo'lgan yonib ketgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Topilgan $100 hadyamiz bor. Siz Jalol Ota servis kanalini kuzatyapsiz. Narx haqida kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Bu mashinamiz bor 2022-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Bu shu holatida mashinani biz xo'p 55 million so'mga oldik. 2022 62 ming yurgan mashina. Salon qismlarini ko'rsatamiz. Haydomgidek ayrobaklar Gentra'niki o'tadi, lekin bitta narsani sizga misol qilib keltiraman. Cobalt ayrobaklari o'tmayapti. Bu mashinamizni ham xudo xolasa yangi ramaga terib, chiroyli qilib idealni qilib beramiz. Keyingi mashinamiz mana yana bitta 21-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasini olib kelganmiz. Buni Jizzax viloyatidan oldik. Shu turishiga mashinani 58 million so'mga oldik. Mashina 60 ming yurgan. Mana Cobaltimizni har doimgidek ayrobakimiz o'tmagan. Nimaga o'tmaydi? Shuni sababini bilmayapman. Yangi pachka Cobaltlarda ham ayrobagi o'tmagan holatda olyapmiz. Hay bir xilla o'chirib qo'ygan deydi, lekin pachka salondan kelayotgan Cobalt ham ayrobagi o'tmagan ko'bini. Xo'p, mana bu mashinamizni ham aytamiz. Endi o'ta ko'pchilik kommentariyada yozgan, remin taqilmasa o'tmaydi dedi. Mana remin taqilgan holatda turibdi. Egasi обязательно so'ram, aka urilganda ham taqilgan edi deyapti. Tutillamaslik uchun taqib qo'ygan, lekin mana har doimgidek ayrobagimiz o'tmagan. Mashinamiz zavod bo'lib turibdi. Bu mashinamiz zavod bo'lmaydi. Bu mashinamizni ham endi narxlariga keladigan bo'lsak, mana shu mashinamiz tayyor, ofis tayyor qilib bersak, $22-9 ming ga tappa tayyor bo'ladi mashina. Yangi ramaga terib idealni qilib beramiz. Cobaltimiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan shu holatida buni ham yangi ramaga terib, mana detallari o'zi ko'pi sog' detallari bilan salonlari, motorlari, ofis atida atkiluchon yuradigan holatga kelganda $8,5 ming ga mana shu 21 Cobaltimiz tayyorlab beramiz, kuzovini yangini qilib. Mana yana o'ta qattiq sochilib ketgan Cobalt olib kelamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, lekin 15 bo'lsa ham ayrobagimiz o'tgan. Xo'p, ko'ryapsiz, bu mashinamiz holati o'ta achinarli darajada urilgan. Bu mashina shu holatiga ham sotaveramiz, qiziqadiganlar bo'layotgan bo'lsa. Biz mashinalarda shu turishiga ham sotaveramiz, narxi to'g'ri kelsa, 1-2 so'm foyda qolsa bo'ldi. Mana ochiq o'yin karta qilib, hammasini narxini aytib ketyapmiz. Bu mashinamizni shu holatiga 25 million so'm oldik. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Hamma hujjati, hamma dokumenti tayyor. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'ryapsiz, salon qismi ziyon yetkazmagan, ya'ni motorxona qismi yonib ketgan Lacetti olib kelganmiz. Ko'ryapsiz, motorxonasini ko'rsatamiz. Mashina shu holatda $2,000 ga oldik. Kimga ma'qul bo'lsa 4,800 past $5,000 ga shu mashinamizni idealni qilib, motorlarigacha almashtirib, salonini idealni holatga olib kelib, mana shu holatini polna bitta asvejitcha qilib tayyor qilib beramiz. Mashinani salon qismlarini ko'rsatamiz sizga. Salon qismlari ezilib, sochilib ketmagan. O'ta akkuratni turibdi, lekin salonni juda birdan yongan dud hidi urib qolibdi. Mana bu oynalar yopiqligi uchun. Ko'ryapsiz, holatlari, salon holatlari chiroyli turibdi. Tarpitkalar, obshivkalar qirilib, chizilib ketgan joyi yo'q. Xo'p, bu mashinamiz narxini aytdik, qanchaga tushishini, Cobaltlarimiz narxini aytdik. Bu Cobaltimiz shu turish sotaveramiz, chunki vaqtimiz ham bo'lmayapti. O'ta qattiq urilgan ekan. Bu mashinamizni qanchaga tushishini aytmadik shekilli. Bu mashinamizni 6,200 $6,5 ming gacha patolog tushadi. Yangi ramaga terib, idealni qilib, chiroyli qilib beramiz. Biz kuzatib boring, shunaqa DTP bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Topilgan $100 hadyamiz bor. Bu mashinamizni Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan olganmiz. Bu mashinamizni Qashqadaryo viloyati Yetito'mdan olganmiz. U mashinamizni Samarqand viloyati Nuroboddan olganmiz. Nargi mashinamizni Jizzax viloyatidan olganmiz. Mana bu mashinamiz Qashqadaryo viloyatidan olganmiz. Hammaga rahmat.